Assalomu alaykum do'stlar. Bilasiz, universitet IDU Learn, Earn, Change the World. Soqqani bos, dunyoni o'zgartir. Endi bugungi mehmonimiz o'sha mottoni vobshe zo'r tushungan, o'shanga rioya qilayotgan Yusufbek degan do'stimiz. Bizlarni nechinchi kursimizda? 3-kurs. 3-kursda. 3 yildan beri sizga chidab kelyapmiz biz. Aynen. Siz ham bizga chidyapsiz. Yaxshi dedingiz. Zo'r. Yusufbek, bo'lmasa o'zi IDUga kelib qolganingiz, bu yerda asosan olgan o'sha o'gitlaringiz va bu o'gitlaringiz yordamida nima loyihalar qilganingiz to'g'risida o'zingizga so'z beraman. Soqqani bosyapsizmi hozir? Ha, endi shunaqa desam ham bo'ladi. Qanchaligini so'rasak bo'ladi? O'rtacha aytaman, o'rtacha 1 yillik kontraktingiz 39 million. Maylimi? Bir ikkita bunday maslahatlar bering. o'zi IDUga kelib qolishim qanaqa bo'lgan? Universitetga kirish paytida ko'rganman, qidirganman. O'zi soham IT bo'yicha, ya'ni full stack bo'yicha bo'lgan. Oldin, hozir endi cyber securityga o'zgartirganman, chunki bitta Yevro fakulteti bor. IDUda shu kiber xavfsizlik, ya'ni cyber security fakulteti borligi uchun shu universitet tanlab, shu universitetga kirganman. Birinchi kursda biznesda o'qiganman, Business Foundationda. Endi hozir keyin o'zgartirib yubordingiz. Nimaga? Business Foundation nimaga kerak bo'lgan? Endi studentman, конечно. Baribir studentlik paytidan o'sha universitet bitirgungacha, ya'ni o'ziga yaxshi ish topgungacha hatto ozgina biznes qilib, o'zini o'zi moliyaviy tarafdan yoki moddiy tarafdan deymanmi, qanaqa misol, o'sha taraflama misol uchun qondirib turish kerak. Xarajatlaringizni o'zingiz ko'tarmoqchi bo'ldingiz. Ko'tarishim kerak, chunki uydagilardan pul olish bu endi xijolat. Ha, уже 18 dan o'tganman. Misol hozir 20 yosh bo'lsam, u xijolat bu ancha. 30 yoshgacha bizda xijolat yo'q. Normalniy. Menda bilmadim, xijolat bo'lganman. Shuning uchun endi birinchi kurs biznes o'qib olsam, biznesdan qanaqadir misol uchun bilim olaman deganman. Endi shu narsani oldim. Misol hozir bilim oldim, shu birinchi kursda biznesdan, ikkinchi kursdan уже cyber securityga period qilganman. Yildan beri cyber securityda o'rganib, hozir o'qib kelyapman. Biznesdan основной biznes qanaqa qurishni o'rganganman. Eng kerakligi. Qanaqa qilib shu biznes asqotdimi endi? Ha, albatta. Hozir misol soqqani bosyapsizmi hozir? Ha, endi shunaqa desam ham bo'ladi. Qanchaligini so'rasak bo'ladi? Oyiga daromadingiz qancha? Foyda emas, mayli, daromadni gapiraylik. Оборотmi yo nima sizga qulayroq? Misol uchun qilinayotgan proyekt bor. Endi misol uchun hozirda o'zi ishlab turgan proyektlarim bor. Ikkita. Основной ikkita. Qolgani уже mayda bo'lganligi uchun unga unaqa e'tibor qaratmasak bo'ladi. O'sha ikkita proyektdan bittasi qanaqa? O'yinlar uchun o'sha savdo-sotti anaqasi plus platforma. Donat qilish. Hozir endi uni veb-sayt donat qilish bu o'yin o'ynayotganlar o'sha o'yinni yaratuvchi odamlarga pul o'tkazadi, rahmat sifatida, to'g'rimi? Mana osonroq tushuntiradigan bo'lsam, o'yinchi kompaniya. Kompaniya o'yin chiqarganidan keyin o'yinda o'zining ichida ichki valyutasi bo'ladi. Ichki valyutani kompaniya o'zidan sotasiz bo'ladi, ofitsialniy saytlardan. Yoki bo'lmasa, kompaniyani o'zi ofitsialniy qilib turib, ya'ni qanaqa desa bo'ladi? Ikkinchi qo'l sifatida kompaniyaning o'zi ofitsialniy tasdiqlagan anaqalar bo'ladi, kompaniyalar bo'ladi. Resellerlar bor. Sotuvchilar bo'ladi. Kompaniyadan ko'ra bu yoqdagi sotuvchidan olganingiz arzonroq. Chunki kompaniya o'zi sotuvchilarga, misol uchun deylik, o'yinda o'zi misol Indoneziyada ishlab chiqarilgan bo'lsa deylik, O'zbekistongacha ham u kompaniyani o'zini asosiy veb-saytlarini sotib olish qiyin. Chunki valyuta bizda muammo bo'ladi, u yoqqa kirgizib, onlayn sotib olish qiyin bo'ladi. Siz O'zbekistonda o'sha o'yinni o'ynaydigan bolalar uchun qulaylik yaratyapsiz. O'sha pullarni u kompaniyaga ular siz orqali yetkazsa agar ularga arzonroq tushadi. Ularga arzonroq, qulay bo'ladi. Chunki hozir Visa kartaga o'sha Indoneziyaning pul birligida olish shart emas. Оборотni gaplashaylik, оборот. Qancha bo'ldi? Endi оборот boshlanganiga уже bu narsa 2 yil bo'ldi. O'rtacha aytaman, o'rtacha 140-150 million atrofida. Har oy. Zo'r. 150 million оборот. 140. Foydasini ayta olasizmi, yo'qmi? Sir bo'lsa mayli aytmang. Lekin agar sir bo'lmasa aytsangiz bolalarga zo'r motivatsiya bo'lardi. 3-kursda turib 150 million оборот qilayotgan biznesmenni har kun uchratmaymiz-da O'zbekistonda. Foydasi unaqa katta emas, shu 35-40 million atrofida. O'rtacha. Katta emas. 1 yillik kontraktingiz 39 million. Maylimi? Men 1 yil qiynalishim kerak sizni o'qitib, 39 million sizdan olish uchun. Siz oyiga 30 milliondan olyapsiz. Tamom emas? Alloh barakasini bersin. Halol ish.
mayli barakasini beraversin. Rivojlantirib kelyapmiz. Zo'r, Shu darajaga. Bir o'zingizmi yo kimdir bor Sherigim bor, sherigim bor. U qayerda? U bola hozir ishlaydi endi. Ish borligi uchun kela olmadi. Asosiy ishi ham bor. Ha, asosiy U ishi. ham IDUdan? Ha, u ham IDU o'zi talabasi. Uni oyligi qancha? U ham xuddi shunaqa qoladi. Ya'ni bundan tashqari yana oyligi ham bor. Ha, bundan tashqari o'zini endi ofitsialniy ishlaydigan joyida u yerda Golden Developer bo'lib ishlaydi. Hozir adashmasam 3 ta proyektni olib boryapti. Katta proyektlar, nomini uzurmay aytaman. Endi oylik daromadi u bolaniki, u asosiy ishida 10-15 million atrofida. 10-15 million. O'zini yo'nalishi bo'yicha. Значит, 1000 dollar bitta bor. Bir 2-3 ming bitta bor. 3-kurs IDU talabasi 3-4 ming dollar topyapti. Shunaqa desa bo'ladi? Do'stlar, sizga yana qanaqadir reklama kerakmi? Qanaqadir yana isbotlar kerakmi? Westminster universitetini 4 yil qizil diplomga bitirib, 9 oy ish qidirib, birinchi oyligim 50 dollar bo'lgan. Yusufbek, o'sha mendan o'zi bo'psiz. Молодец, ming barobarga o'zi bo'psiz. Endi kelajakda rejalar qanaqa? Kelajakda Xudo xolasa, bu asosan hobbi uchun qilingan narsa edi, o'zimiz o'yinga. Ya'ni 3-4 ming dollar hobbi uchun topyapsiz. Endi hobbi o'zimiz chunki o'yin jiddiy ishga kirishsangiz nima bo'ladi? Endi jiddiy ishimiz o'zi asosan cyber security. Endi shu bo'yicha bilimimiz yetarli bo'lsa, keyin Xudo xolasa ofitsialniy ishga kiramiz. Endi ungacha ham hozir o'sha hobbi orqasidan pul topib turibmiz. Kelajakda endi Xudo xolasa shu 2026-yilda asosiy veb-sayt ishga tushirib olsak, u veb-sayt hali O'zbekistonda yo'q. Zo'r. Butun O'zbekistonda birinchi bo'lib biz bunaqa veb-sayt ishga tushiramiz. O'sha katta savdo markazi, tipa savdo qanaqa deb tushuntirish bo'ladi? Oldi-sotdi qiladigan veb-sayt bo'ladi. Platforma. Bunaqa platformani bilaman men. Chetda juda ko'p bor. O'zbekistonda rostdan ham O'zbekistonda qonuniy tarzda hali yo'q ekan. Qonuniy tarzda qilib Xudo xolasa qilyapmiz. Shu 2026-yilga уже start bersak, IDU nima yordam bera oladi sizga? Bu rejalaringizni amalga oshirish uchun. IDUdan o'zi yetarlicha bilim olyapman. Chunki birinchi kursda o'sha biznesda aytganimdek o'qigan bilimlarim shu biznesni boshlashimga ancha yordam bergan o'zi. Hozir cyber security bo'yicha o'qiyapman. Sizlardan bor yordamni olyapman. Bilim tarafdan. Bizni abituriyentlarimiz, talabalarimiz ertaga kelib oldingizga, ustoz, bir ikkita bunday maslahatlar bering, duo qiling desa, yordam berasizmi, duo qilasizmi? Ha, qo'limizdan kelgancha hamma studentga yordam beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Zo'r. Do'stlar, agar sizga natija qiziq bo'lsa va bu natija orqali o'zingiz va atrofdagi yaqinlaringizni orzu havasini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, manzilni bilasiz, Oqqo'rg'on ko'chasi. Biz sizni hamisha kutib turamiz. Aytgancha, pastda havola bor. Hozirdanoq ro'yxatdan o'tib, imtihonlarimizda qatnashib, grantlarni yutib, IDU universitetining talabasiga aylansangiz bo'ladi. Buning uchun avgust 2026-yilni kutish shart emas. Avgustgacha kutsangiz, joysiz qolib ketishingiz mumkin. Shuning uchun ertaroq harakatingizni qiling. Hozirdan qabul ochiq. Natijami unda IDU. Do'stlar, ko'rishguncha xayr.